Bo'pti, yaxshi o'tirma, ishga ketdim. To'xtang, mana shu musorlarni olib keting. Ashi kelishimda eslatsa-ham katta musor paket olib kelaman. Qiynalib yurmaysan-a? Nimaga musor paket olib kelasiz? Mana alohida solib ketsa nima qilib hech narsa qilmaydi mana. Xolodilnikda orqasi to'la paket mana. Shahrol, nima qilyapsan? Qo'rqitib yubordingiz, internetda o'tiribman. Uyda o'tirsang bo'lmaydimi shu internetda? Shotib o'chgan, qo'shni Wi-Fi'da o'tiribman. Bular boyni balolarmidi. Qo'lingda iPhone 7 uyalmaysanmi? Tur, uyda o'tir, tur. Toma ko'l bo'lur. Nima qilibdi? Yaxshi borib keldingizmi? Ha. Ishda avans berdimmi, bermadimmi? Endi tushadi Shahrol, 15-kuni. Yaxshilab ishlang, sal ko'proq pul topaylik. Och qolyapsanmi? Och qolayotganmi? Endi baribir ishlash kerak-da. Yur, undan ko'ra pastga tushib bir kiyim qilib berasan, ahvolingni qara. Kiyim kerak emas menga. Nimaga menga kiyim kerak? Umuman kerak emas. Kuz kelsa nima qilib uyda o'tiribman, uy issiq. Kerak emas. Shahrol, naskiyni qara. Tikib olaman. Xo'p, buni-ku tikib olasan, unisini-chi? Hech nima qilmaydi. Sovqatmayapman, muhimi shu. Pul ketqizmaydi. Bo'pti, yur, bir aylanib kelamiz pastga tushib. Hech qayerga bormaymiz. Mashinangiz benzini ketadi. U ham lishni rasxotga yana quyasizmi? Kerak emas, bormayman. Voy, onasini emsan, piyoda aylanib kelamiz xatyab. Oilaviy kiyim do'kon Asman. Men sizga kiyim kerak emas, olib kelmang dedimmi? Shahrol, to'yimizdan beri mana shu to'yligingda yuribsan. Odamlar gapiryapti, yur oldimga tush. Kiyim bilan siz ishingiz bo'lmasin. Men 28 yil orzu qilganman. Kelin bo'lsa hech qachon shu ko'ylak ishlarini yechmayman deb. Kiyim bilan ishingiz bo'lmasin. Yur mana qa. Kerak emas, olmayman. Yur. Olmayman. Qo'yib yuboring deyapman sizga. Mana buni kiyib chiqqim bor. Kiymayman. Bularning narxi osmon. Ey, sifati osmon, narxi esa arzon. Kim aytdi? Qayerga yozib qo'yibdi? Shunaqa duradi, aytaveradi. Kiymayman. Shuncha sifatli va arzon narsalari bor ekan, odamlar eriga narsa oldirolmaydi, men narsa olib beraman deb yalinishim kerak. Bo'ldingmi? Mana chiroyli turibdi-ku. Hecham chiroyli emas.